bir qadam oldinga tashlasangiz 1000 qadam bo'lishi mumkin, lekin barakangizni yo'qotganingizda 1000 qadam tashlasangiz ham faqat bir qadam oldinga siljiysiz. Ba'zan buni pul ishlayotganingizda baraka bo'lganida yoki tezda pul yo'qotganingizda barakangiz yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Ammo baraka faqat pulga taalluqli emas, vaqt haqida o'ylab ko'ring. Masalan, vaqtingizda baraka bo'lsa, 1 soat juda samarali tuyuladi. Xuddi 5 soatlik ish qilgandek his qilasiz. Sog'lig'ingizda baraka bo'lmasa, tez kasal bo'lishingiz mumkin. Munosabatlaringizda baraka bo'lmasa, sevgan insonlaringiz bilan muammolarga duch kelishingiz va o'zingizni juda baxtsiz his qilishingiz mumkin. Baraka bo'lishi uchun nima qilish kerak? Unga juda muhtojmiz, to'g'rimi? Hozir o'rganayotgan duomizga ko'ra, Allohning nomi bilan yashashning o'zi kifoyadir. Ya'ni biror ish qilishdan avval bismillah deb qo'yish. Shunchaki aytish emas, balki uning ma'nosini qalban his qilishdir. Demak, bismillah